Hurmatli o'rtoqlar, bugungi hazilimiz bozor haqida. Otang bozor, enang bozor deganlardek, bizi hayotimiz bozor bilan chambarchas bog'liq. Bozorda juda ham kulgili voqealar ko'p bo'ladi. Bir kuni bir akamiz to'tisini bozorga sotgan olib chiqdi. Olib chiqib bozorda tursa, oldiga bir ayol kelib, "Voy, mana bu to'tini chiroyliligini" deb haligi to'tini qanotiga shunday qo'lini tekkizgan ekan. To't haligi joyda gapirib yoribdi deng. "Qo'lingni ol, galab" derimishda. Haligi joyda ayol qo'rqib ketib, "Voy, bu to'tingiz o'zi chiroyli bo'lgan bilan juda tili chataq ekan u" debdi. Shunda akamiz aytibdiki, "Opa, xafa bo'lmang, agar mana shu to'tini oladigan bo'lsangiz, bu aybini 5 minutda yo'qotamiz" debdi. "So'kinmaydigan qilib beraman agar olsangiz" debdi. Shunda haligi ayol aytibdiki, "So'kinmaydigan qilib bering, juda chiroyli to't ekan, olib ketaman, sotib olaman" debdi. Shunda akamiz "Bo'pti" debdi-da, sekin to'tini nariroqqa borib, chaynakda suvni qaynatib, haligi to'tini og'ziga qo'yib, "Agar so'kinadigan bo'lsang, yana qo'yaman" debdi. Shunda to'ti so'kinmaydigan bo'lib, indamay shumshayib turganmiz. Haligi akamiz opamiz oldiga kelib, "Mana opa, qaytib so'kinmaydi, olavering" debdi. Shunda opamiz "To'xtab turing uka, men buni tekshirib olay, hali uyga borganda yana so'kinib yurmasin" debdi. Shunda haligi opamiz to'tiga savol beribdi. "Qani aytchi, men agar uyga bitta erkak kishi bilan kelsam, sen bizga nima deb salom berasan" debdi. Shunda to'ti haligi opamizga qarab, "Assalomu alaykum xonim va janob" deyman debdi. Shunda opamiz xursand bo'lib, "Agar men uyga ikkita erkak bilan kelsam, nima deb salom berasan" desa, to'ti aytibdiki, "Assalomu alaykum xonimlar va janoblar" debdi. Shunda opamiz yana ham xursand bo'lib, "Ana, bunisi boshqa gap. Agar men uyga 3 ta erkak bilan kelsam, nima deb salom berasan" desa, haligi joyda to'tini jahli chiqib, "Xo'jayin, qaynoq suvingni olib kelaver. Aytdim-ku, bu chista jallab" dermish.